unda videoni oxirida endi ochamiz. Qani bo'lmasa bugungi videoni boshladik. Eng avvalo videoni boshlashdan oldin videoga like, komment, obuna bo'lishni unutmang. Bo'lmasa bugungi videoni boshladik. Eng avvalo birinchi 2275 tangaga arzon o'yinchilar qidirib ko'ramiz. 297 tani olamiz. Discard 130 tani olamiz. 76. Mana shunaqa arzon o'yinchilar ko'proq chiqsa yaxshi. 252 ta olamiz buni. Ikkita. Mana arzon futbolchilar. Bazamiz to'lib qoldi. Fitnessga. Fitnessga sotamiz. Oxirgisini texnikaga sotamiz. Bo'lmasa mana o'yinchilar olib olamiz. 252 tani olamiz. Mana qidiramiz. 216 tani olamiz. Oxirginchi qidirishimiz. Mana yana bazamiz turib qoldi. Texnikaga sotamiz. Texnikaga fitness. Yana fitnessga sotamiz. Va oxirgisini ham fitnessga sotamiz. Buni olib qo'yamiz. Buni texnikaga sotamiz qani. Bo'lmasa futbolchilarni full qilishni boshladik. Eng avvalo full qiladigan futbolchilarning asosiy tarkib qo'yamiz. Theo Hernandez, Robert Lewandowski, Eduardo Camavinga, Dani Carvajal, Van de Ven, Rodrigo, yana Casemiro, Paul Pogba, Rodrigo qo'yamiz, Pogbani, Vitinhani o'rniga qo'yamiz. Vardy legendalardan biri. Christian Eriksen, Toure. Ko'pchilik savol berishi mumkin. Nega bu reytingi past kartal futbolchilarni full qilyapsiz deb. Buning dilisidagi eng baland bo'yli o'yinchi buni 2-6 cm. Shuning uchun full qilyapman qiziqib. Kamavinga Vinicius'ga qo'yamiz. Va full qiladigan o'yinchilar hammasi qo'yildi. Bo'lmasa futbolchilarni full qilishni boshladik. Eng avvalo mana bularni qo'yaylik. Charlotte reyting ko'tarilgan 88 bo'ldi. Onana buni ham reyting ko'tarilgan. Barkalya Sevillarga qo'yamiz. Yana kim edi? Williams. Bunday qo'ysak chiroyli ko'rinishlar bo'ladi. Bo'lmasa futbolchilarni full qilishni boshladik. Bo'lmasa eng avvalo fitness beramiz. Van de Venga tushdi. Yana Van de Venga. Yaxshi. Tezlanishiga Kamavinganing tezligi 100 bo'ldi. Reytingi 89 ga chiqdi. Theo Hernandez yaxshi, tezligi 93. Vardy setresiga tushdi. 70. Yaxshi, Rodrigo tezligi 93. Christian Eriksen bu ham legendalardan biri. 78. Rodrigo tezur kuchayapti. Tezlanish 94.
Rodrigo yana staminasi yaxshi. Robert Lewandowski buni ham olib qo'yish kerak. Bu ham Amerikani Orlando City degan jamoasiga ketdi. Cazemironi ham olib qo'yish kerak. Bu ham Inter Miamiga uchib ketdi. Carvajal buni ham olib qo'yish kerak. Carvajalni ham stressga tushdi Rodrigoni. Camavinga. Yaxshi. Brickhouse bermoqda, stressiga tushdi. Tezligi bilan tezlanishga tushsa yaxshi bo'ladi. Jim Vardini ham. Paul Pogba. Yana Pogbaga ikkitalik kuchaytirishlarimizni boshladik qani bo'lmasa. Pogba bilan Christian Eriksenga tushmoqda. Rodrigo, yaxshi Rodrigo. Tezlashib ketdi. Camavinga ideal zo'r kuchaymoqda. Camavinga tushaydan yaxshi. Stamina darajasi 99 100 bo'ldi. Saktoriga tushdi. Nihoyat Robert Lewandowskidan 200 chiqdi. Tezlanish 90. Afsuski biz kuchaytirishlarimiz tugab qoldi. Bizda texnika bor. Yaxshi pasga tushmoqda. Kontrol darajasiga. Cazemironi shotiga yaxshi. Yaxshi pasiga tushmoqda. Hernandez pasiga yaxshi. Carvajal kontroliga yaxshi. Bo'lmasa ikkitalik berib ko'ramiz oxirida. Afsus shot darajasiga tushmadi Robert Lewandowski. Takliniga tushmaydi. Himoyachilar takliniga tushmaydidan. Shot darajasi hujumchilarda esa teskari takliniga tushadi, zarbasiga emas. Bo'lmasa qaraydigan bo'lsak Robert Lewandowski 91 daraja chiqib oldi. 74. Camavinga. Yaxshi Camavinga zo'r kuchaydi. Rodrigo ham zo'r ketmoqda. Hernandez 87, Van de Ven 86, Saktori bir marta tushdi, 8, Carvajal 89, Christian Eriksen 8 reytingga chiqdi. Oxirida bitta Olmosga fitness beramiz. Hernandez, Robert Lewandowski. Yaxshi, yomon emas. Bo'lmasa kuchaytirishlarimiz tugadi. Bu video agar shu video 50 ta like yig'sa, bu videoning ikkinchi qismini ham tez kunda chiqaramiz. Bu futbolchilar to'liq bo'lamiz. Bo'lmasa videoning oxirida agent ochamiz degan qani bo'lmasa videoning oxirida agent ochib ko'ramiz. Bismillah deb boshlaymiz. Messi tushmoqda. Messi tushdi. Messi legendalardan biri tushdi. Afsona Godlardan biri. Bu Messi, Lionel Messi. Yigitning omadi bilan hech qachon o'ynashmaslik kerakda. Videomiz o'ta omadli bo'ldi. Messi, Lionel Messining 87lik kartasi tushdi. Bitta screenshot qilib olamiz. Lionel Messi akkauntimizga bezak beryapti bu. Videoning oxiri o'ta omadli bo'ldi. Messi uchun bugungi videoga like, komment, obunalarni portlatamiz bo'lmasa jigarlar. Bo'lmasa bugungi videomiz tamom. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va omon bo'lingizlar.